Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar, harmanglar. Bugun 26-may, bugun mana meni bo'shab qoldi. 2,5 ga 5,5dan azon bilan yekovini berdik. Baxmal skidkadagi 50 kilamdan 2,5 ga 5,5dan yekovi berildi. Bir klientimizga. Keyin yana ebetning vaqtida ebetdan sayaldiroq bir klientimiz keldi, 3 ga 7dan yekovini oldi, 3 ga 5,5 degandan 3 dona oldi. Keyin 80 so'mlik bir metrajlar bilan bu yerdan 5 kilam olindi. Hozir yana bir gilamni shapatlashdik bir klient bilan. Tayyorlab qo'yaver, men o'zim videoga tushmayman dedi. Mana Sinisvetdan 3 ga 7 ni avatarlar. Keyin mana bir 2,5 ga 4 degan gilamda avatarlar. Buni 600 ming so'mga berdim. 2,5 ga 4 ni. Bu 3 ga 7 gilam Sinisvetda 2,1 mingga berdim. Hozir mana sizlar bilan mana hozir ochib ko'rsataman, ko'ramiz. Hozir ochib ko'rsataman shu gilamda baraka bo'ldi shu 2,1 ga. Yana 3 metrga, yana 3 metr, bo'yi 7lik. Kvadrati 120, 130, 140 sotganmiz, 2,1 yoqda qilasa berdim mana. 3 ga 7 ko'rishingiz mumkin. Ramkalar ham o'rtasining gullarida dim chiroyli, bir-biriga yarashib turgan chiroyli gilamlar bular. Mana gullari bir yaxshi. 25 ning o'zi adashmasam yozlarida chiqdi bu dizayn. Bundaligisidan bir yaxshi emasroq bo'lib chiqdi. Zo'r chiqdi. Qoptollari mana sochoqli bo'ladi. Qo'jasi bo'ladi mana. Shu gilamni 2,1 ga berdim. Mana buni ham ko'rsatib bering, 2,5 ga 4. Uch ga 7 zalina bo'lsa, 2,5 ga 4 kirga yerin ekan. Mana. Mana shu 2,5 ga 4 degan gilamdan berdik. Mana turibdi. Mana bo'yi 4 metr, eni 2,5. 600 ga berdim buni. Qog'ozi bu yoqda ekan. To'qilgan g'ayli mana palachanas to'maris degan g'ayli. Razmeri mana 2,5 ga 4. Kimga qanday gilam kerak bo'lsa aytaverasizlar ya kelaverasizlar do'konga. Do'kon burungi Qovun bozor ko'cha, avtosalon ko'cha deydi hozir. Gipermarketning yonidan aylanasizlar. Shu yerda birinchi gilam do'konimiz, eng qadimdan keltirgan do'konimizdek. Hammaga nasib etsin, hozir buni beramiz, kichraytib o'rab. Mana buklab beramiz, tendagi 3 ga 7 ni. Gebekda hozir giperga kirib ketdi esa, narsa olacak. Yomon emas, bugun buni qaytardi. Shu anadan yekovini azon bilan berdik, yo 5 tona berdik. Hozir mana yekovi shunda 2, 5, 7 bo'lsa, mana yekovi bilan 9 g'ali bir kunda yomon emas. Kimga gilam kerak bo'lsa, kelaveringlar, aytaveringlar kommentariyalarda. So'ranglar, bo'lmasa bahasini aytamiz. Endi bular endi hozir shu eng o'tib turganlarini ko'rsatib o'tirman. Agar bundan boshqa gilam kerak desangizlar, mana bunaqa g'allar bor. Bu ipak gilamlar endi buni rost ko'rinmay qolibdi-da. Ipak gilamlar bor. Bu yerda mana Laurellar bor.
Belek degan gilamlar bor mana. Alanya, seri, oq, mana moviy svetlar, siniy svetlar har xil bor. Bu yoqda bor hali ochilmayotgan adam ko'p. Metrli gilamlar bor mana. Kelaverasizlar, kelishtirib beramiz. Ishqilib bor mana har xil g'alla bor.